Men jamoamdan hafsalam pir bo'ldi desam, bu to'g'ri bo'lmaydi. Chunki men jamoam bilan juda faxrlanaman. Balki bugungi dastlabki 45 daqiqalik uchun emasdir, lekin umumiy mavsum davomida. Qancha o'yin o'tkazganimizni, qancha futbolchi safdan chiqqanini bilasiz. Butun mavsum shunday o'tmoqda. Biz doimo moslashdik, doimo vaziyatni boshqardik. Bilasanmi, mag'lubiyat ham futbolning bir qismi. Bugun mag'lubiyat og'ir bo'ldi, lekin baribir men jamoamdan faxrlanaman. Balki bugun shu saboqni olishimiz kerak bo'lgandir. Keyin esa ishlarni yanada yaxshiroq qilishimiz lozim. Shuningdek aytganimdek, biz boshdanoq to'g'ri boshlashimiz kerak edi. Atletiko futbolchilariga qarasangiz, ularda ko'proq iroda, ko'proq ishtiyoq bor edi. Men aynan shuni o'z futbolchilarimda birinchi daqiqadanoq ko'rishni istardim. Ammo dastlabki 45 daqiqada biz buni ko'rsata olmadik. Murabbiy sifatida bu siz uchun eng qiyin kun bo'ldimi? Barselona boshqaruvidagi eng yomon kuningizmi? Eng yomon kun Interga qarshi o'yin edi. O'sha eng og'iri bo'lgan. Shunday ekan bizda qaytish imkoniyati bor. Oson emasligini bilamiz, lekin biz bunga intilamiz.